Şokoladning 5 cho'ng roli. Saqlab eling. Xizmat aldirash yoki charchagan vaqtda ko'p sondagi kishilar tatliq yemaklik yeyishni o'ylaydi. Mutaxassislarning qarashicha tarkibida qaymoq tarkibi yuqori yemaklikka qaraganda ozroq shokolad yeyish texmi to'g'ri tanlash hisoblanadi ekan. Chunki ilm-fan tadqiqoti shokolad tarkibidagi kofein, teobiromin, tirosin, triptofan qatorliq moddalarning odamning kayfiyatini yuqori ko'taradiganligini bayqagan. Shokolad yeyishlik bo'lib qolmasdan kishilarni xushal qiladi. Biroq shokolad yeganda eng yaxshisi kakao tarkibi yuqori qora shokoladni tanlagan yaxshi. Chunki sutlik shokoladga qaraganda qora shokoladning oziqlik tarkibi yuqori. Shundaqla yog' miqdori texmi to'van bo'ladi. Bulardan boshqa shokoladning sog'lomlikqa foydali tuvandagi 5 xil roli bor. Birinchi, hayotiy kuchni oshirish. Shokoladning ta'mi, puruqi va yeyishligi cho'ng miyaning hayotiy kuchini oshiradi. Shokolad tarkibidagi amino kislotasi, triptofan qatorliq tarkiblarning cho'ng miya ichidagi xomushlikqa qarshi tabiiy va zarur bo'lgan xom ashyo hisoblanadi. Ikkinchi, yurakning sog'lomligini saqlaydi. Shokolad yeganda qon besimi tuvallab, qon tozlanadi. Miya saktisining yuz berish xavfini unumli tuvallatadi. Yana yalliq qaytirish roli bor. Shokoladning yuqori unumining hammasini flavon ximiyalik moddasi paydo qilgan. Olimlarning deyishicha, flavonoidlar badandagi karbon chala oksid tarkibini oshiradi. Qon tomirining kengayishiga, shundaqla qon besimini tuvallatishga foydali ekan. 3. Arteriya tomirini qo'g'daydi. Flavonoidlarning xolesterin zeshligini tuvallatish roli bor. Shunga arteriya tomirining to'silib qolishining oldini oladi. 4. Yo'tal to'xtatish roli bor. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, shokolad tarkibidagi teobirominning markaziy nerviga ta'sir ko'rsatish, cho'ng miyaga uchur yo'llash, shundaqla yo'tal to'xtatish roli bor ekan. 5. Miyani qo'g'dash roli bor. Kakao va yeshil choy tarkibidagi kislotasining B-kraxmalsimon oqsil keltirib chiqargan kraxmalsimon qon tomir kasali yuz berishining nisbatini tuvallatish, bu kasal keltirib chiqargan yashanganlar devangli kasalining oldini olish va miyani